Bugungi kunda yurtimizda yoshlarga zamonaviy kasb-hunarlarni puxta o'rgatish, ularning mustaqil hayotga tayyor holda kirib borishlari, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan malakali mutaxassis sifatida shakllanishlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti yurtimizda milliy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashtirib kelayotgan yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biridir. Bu maskan yoshlarning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish bilan bir qatorda har tomonlama yetuk bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Aynan shu yuksak maqsadlar asosida bugun institutda milliy qadriyatlar, milliy o'zlik shiori ostida mehnat yarmarkasi kuni tashkil etildi. Mazkur tadbir institut bitiruvchilari va yuqori bosqich talabalari uchun mehnat bozoriga muvaffaqiyatli kirib borishda amaliy ko'mak berish, ular bilan ish beruvchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot maydonini yaratish maqsadida o'tkazildi. Hozirgi kunda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida 24 ta ta'lim yo'nalishi bo'lib, shuni 15 ga yaqinida bu yil bitiruvchilarni hayot yo'liga kuzatadi. Demak, 2502 nafar bitiruvchimiz bo'lib, hozirgi kunda 80% ga yaqin talabalarimizdagi bandligi ta'minlangan. Ya'ni ular eng katta ulushni bizda viloyat maktabgacha ta'lim, maktab ta'lim boshqarmasi bilan uch taraflama kelishuv shartnomalarini amalga oshirgan. Bugungi mehnat yarmarkamiz ham samarali bo'lib, bugunning o'zida yana 100 dan ortiq mehnat shartnomalari imzolandi. Mehnat yarmarkasi, ya'ni karyera kuni bitiruvchi talabalarimiz uchun kelajakda hayotda muhim o'rinlarni topish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbirda ushbu tashabbus yoshlarga ularning kasbiy rivojlanishi va bandligini ta'minlash yo'lida olib borilayotgan tizimli ishlarning mantiqiy davomiyligi ekani alohida ta'kidlandi. Shuningdek, karyera kuni mehnat yarmarkasi nafaqat bandlikni ta'minlash, balki institutda shakllanayotgan milliy o'zlikni yanada mustahkamlash, yosh avlodda mehnatga bo'lgan mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qildi. Bugungi yarmarkadan maqsad shu yerda bitirayotgan talabalarni maktablarimizdagi vakant ish o'rinlariga ishga joylashtirish. Bizda 1268 ta davlat umumta'lim maktabi va 764 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Shu yil hisobidan 600 ga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Shu aynan mana shu ish o'rinlariga shu yerdan bitirib chiqqan talabalarni ishga joylashtirish maqsad qilib kelganmiz. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga va maktablarda shu yo'nalishlari bo'yicha ishga joylashtirish yana bitta shu yildan bitta yo'nalishni tartibda yo'lga qo'ydik. Hozir vakant ish o'rinlari mavjud bo'lgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari hamda maktab direktorlari o'zlari kelgan, shu yerda o'zida shartnomalarni imzolab, ro'yxatlarini olib, o'sha ishga borayotgan xodimlar bilan kelishuv qilib, shu yerda o'zida rasmiylashtirishni ko'zda tutganmiz. Karyera bu faqat lavozim yoki ish emas, bu insonning o'z yo'lini tanlashi, jamiyatdagi o'rnini anglab, o'zini namoyon eta olishdir. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti aynan shu jarayonda yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, ularni ishonch va ilhom bilan quvvatlovchi zamonaviy ta'lim maskanidir. Bu dargoh yoshlarga nafaqat bilim, balki kelajak sari dadil qadam tashlashga jur'at ham baxsh etmoqda.